الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 112-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Rasulullahning davrida yuz bergan bir qitimliq hodisani misol qilgan shaklda qilgan xatolikning eng to'g'ri chiqish yo'li Alloh subhanahu va taologa tavba qilib istig'for aytish, gunohining kechirimini tilash. Agar undan boshqa yo'l izlab xatolik o'tkazganlarni oqlab gunohiga petib ketganlarninki oxirgi oqibatining o'ziga yomon bo'lganligi, olgan har bir xato qadamining vaboli o'ziga bo'lganligi haqidagi mazmunlar bilan darsimiz oxirlashgandi. Bugungi darsda shu darsning davomi, qayta takror eslatishning hojati yo'q. Bir o'g'irlik vaqasi, o'g'irlik qiluvchi o'g'irlik qilgandan keyin bayqilib qolishdan ansirab o'g'irlagan narsasini boshqa bir yahudininki uyning qishiga olib qo'ydi. Shundan bilan bu yerda buni zodi kim o'g'irladi deydigan bir shubha paydo bo'ldi. O'g'irlik qilgan kishi, ya'ni musulmon kishi shu vaqtning o'zida, o'zi musulmon deb turadigan, buning atrofidagi qabila, jamiyatidagilar Rasulullohning qishig'iga kelib, Rasulullohdan bu masalani chiroyliqcha hal qilib o'tish. Ya'ni agar shu kishi, ya'ni Ibn Ubayraq ismli shu kishi o'g'irib o'rtaga chiqib qolsa, bu bir musulmonning qorlanishi, musulmonlarga bir ayib, Yahudining oldida sat turadi degandek bahonalar bilan Rasulullohdan masalani boshqacha bir taraf qilishni talab qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalom orqali masalaning nihoyat sezgur, jiddiy masala ekanligi, ya'ni islom adolat ustida har doim mayli natijasi qanday chiqsin tik turadiganligi. Agar adolatning natijasi, haqiqatning natijasi shu islomning mansubi bo'lgan, o'zini musulmon deb qaraydigan kishilarning ziniga chiqqan taqdirdami, islom adolatdan voz kechmaydiganligi, islomning o'zining bir adolat ekanligi, islomning adolati dal nada desa, shu islomga mansub bo'lgan odamning ziniga chiqib qolsa-mu haqning ustun turadiganligida degandek bir prinsiplarni so'zlab o'tgan qarindoshlar. Ya'ni ilgari darsning oxirida bayonladim deganimdek, buningdan eng to'g'ri chiqish yo'l Allohga tavba qilish, o'tkazgan xatoliqining gunohini qana qilish, tilashdi. Aksicha gunohga petib ketish, jinoyatga petib ketish amaliyotda buning zini shu odamning o'ziga bo'ladiganligi haqida oxirlashgandi. Hozirgi oyatmi shuning davomi. Astag'izu billah va man yaksib xati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan va isman mubinan. Avval oyatni qisqacha bir tarjima qilaylik. Kimki bir xatolikdan birini qilsa yoki jinoyatdan birini qilsa, bulardagi xatolik, jinoyat deb ikki xil, gunoh deb ikki xil tarjima qildim. Sal turib buni tushuntirman. Ondan keyin bu qilgan xatolik yoki gunohdan keyin buni pak odamdan birining ustiga assa, shuni chaplab qo'ymoqchi bo'lsa, bu nihoyat ig'ir bo'htonni ustiga yuklab olgan bo'ladi. Oshkora gunohni ustiga o'zi yuklab olgan bo'ladi. Oyatda bir xatolik qilgan yoki gunoh qilgan deb ikki xil ifoda bor. Xatolik normalda
bir ishning xatoligini bilmay yoki qasddan emas shaklda qilgan xatolik qildi degan ifodalar qo'llanilsa oyatda, gunoh qasddan qilgan xatolik, ya'ni biladi, masalani biladi, u ishning xatoligini biladi, bilib turib qilgan ish ma'lum bo'ladi, gunoh bo'ladi. Ya'ni ikki ish. Endi oyatning 5ida qo'llangan va men yeksib degan bu pildan chiqadigan ma'no. Biz oldingi darsda buning jarayonini tushundik. Shunga qayta takrorlab o'tmaymiz. Ya'ni bir odam bir qitim bir xatolikdan birini qilib soldi. Bir qitim gunohdan birini qilib soldi. Asli to'g'ri yo'l chiqib ketishi kerak. Ama bu chiqib ketmedi. Va men yeksib ifodasidan chiqayotgan hukm tekrar bu xatoliklar üstüge qilinaverdi. Bu yerda to'xtab yana tavba qilish fursati bor. Ammo buningla bilan to'xtamadi. Qana qildi? Buningdan qana qilish uchun, aqlinish uchun, o'zini qutqizish uchun bu masalani boshqalarning ustiga yukladi. Boshqalarning ustiga yukladi. Bu yerdagi qo'llanayotgan ifoda, balki qarindoshlarimiz arabcha bilmaganlik uchun men buni tushuntirishda biroz qiyinlashim mumkin. Ammo tirishayapman. Ya'ni mana jinoyat qilish bir qitimliq qilish shakli emas. Oyatning ifodalayotgan shakli shu. Va men yeksibdan chiqayotgan ifoda bu jinoyat, bu xatolik bu odamda takror yuz bergan. Bir jinoyatning qarindoshlar takror yuz berish uchun shu odamning vujudida bir gunoh energiyasi bo'lishi kerak. Normalda bir odam bir xatolikni yoki bir gunohni qilgan vaqtida agar u odam pokiz odam bo'lsa, avval bir narsani deb qo'y, inson bo'lish bilan xatolikdan xoli emas. Hech kim payg'ambarlardan boshqa ma'sum emas. Unda olgandan keyin bir odamning xatoligi ayb emas. Muhim masala nima desa, shu odamning qalbi, vujudida yaxshilik energiyasi bormi yoki yomonlik energiyasi bormi? Buning ifodasi. Yaxshilik energiyasi va odam bir qitim xatolik o'tkazgandan keyin bir xil beoromlanishi. Ajoyib beorom bo'ladi. Uning qo'l, puti, ish harakati bilan ichki tuyg'usi to'qinishidi. Qilgan ishlari bu odamga nisbatan bir xil jinoyat tuyuladi. O'zini yigidek bo'ladi, tutuladi. Ma'u tövbe qiladigan yaxshi musulmonning sifati. Endi insonda yomonlik energiyasi biroz yuqori. Bir ishni qildi, takror qildi. Dastlabda buningga yaxshilik tarafi bu odamni biroz azoblashi mumkin, jiddiylashishi mumkin, boshqalarning ko'rib qilishidan ansirashi mumkin, oqibatidan ansirashi mumkin. Ikkinchi qatim azlaydi. Uchinchi qatim biroz yo'qaydi. Bara odatdagi normallashib qoladi. Hozirgi ahvol va men yeksib xatiatan aw isman degani bir odam bir xatolikdan birini qilib mashta holatda, ya'ni cho'kib ketdi degan gap, ya'ni Uyg'urchadagi yoki gunohdan biri cho'kib ketdi bu odam. Xili bir yerga bordi. Bu odam yine mushak kelgan vaqtda meni qaytish fursati bor. Tavba qilsa Alloh subhanahu va taologa, buningga Alloh har zaman tavbaning ishini ochiq qo'yadi. Ammo bu odamdagi yomonlik energiyasi tugmadi taxi. Buni bu yerda to'xtatmadi. Bu qadar gunohga, bu qadar xatolikqa cho'kib bo'lgandan keyin yana bir oshgan shaklda, ilgirligan shaklda yana bir ig'ir xatolikqa tushdiki, bu gunohni pak odamning birining ustiga otdi. Endi ma odamning hozirgi holati yuqorida men tasvirlagandan agar to'g'ri tasvirlayolgan bo'lsam, bu murakkab bir xatolik bo'ldi. Qat xatolik. Xatolik ustiga xatolik. Buningdan bu odamning ichki dunyosiningki yomonlik energiyasi bilan tushib ketganligini, ya'ni qalbi sog'lomdi, ichi pokizdi, odamlik sifati bu odamda yo'qligini bilib olamiz. Bunda odamning oxirgi natijasini bo'lsa, bu odam faqad tamala buhtanan va isman mubin. Nayt ig'ir bir tuhmat, bo'xtanni o'z ustiga otib olgan bo'ladi va oshkora gunohni o'z ustiga qanday qo'ygan bo'ladi, otib olgan bo'ladi qarindoshlar. Oyatning eng oxirisida atvoldi ifodasida odatda normal tarjima qilsak
günahni, böhtanni üstüge yüklü aldı deplam tercüme kıldı. Biroq bu tercümeni biraz murakkablashtirilishi kerak. Chunki arabcha ifodasida qo'llanilgan ifoda hamala emas, ihtamala. Ya'ni zo'lab, kuchab, qatlam, qadam ilgirlab, eng oxirgi chekiga borgan shaklda ustiga elib oldi degandek bir xil ig'ir ifoda bor. An oyatdagi men tuhmat buhton deb tarjima qilib etdim. Buhton degan nima arabchadagi buhton uyg'urcha desa, bu gapning yoki bu ishning to'g'ri emasligidan, oshkor qop-qora bir ish ekanligidan odam og'zini tutib gap qilolmay qog'udek darajada ishlarni buhton deymiz. Uyg'urchada buni tuhmat, buhton shaklida ifodalaymiz. An isma mubina oxirisidagi oshkor gunohni bayatdan men sizlarga qanaqa bo'ldim, tushuntirib bo'ldim. Qarindoshlar, mushakaga vaqtda men bir narsaga ozroq kirishni to'g'ri topdim. Insonning vujudida bayatdan degandek bir yomonlikning bir kuchi bo'ladi. Buni biz shayton deb ataymiz yoki ko'ngil xohishi, havas deb ataymiz. Nima deb atsak atayli. Bu insonni aşı yamanlık kıldırgılı haydavatqa vaqtda insandan qağan energiyalar yoki qağan taraflar bunun aldıda aciz qiladigan bir ahvollar bor. Agar aciz bo'lib qolsa, shu vaqtda ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. To'g'rimi xato ko'rinadi, xatomi xato ko'rinadi, yaxshi odammi eski ko'rinadi, eski odammi eski ko'rinadi. Bu hemen ishni qiladi, ishni qilib oyoqlashqa vaqtda ma buni haydayotgan bayatdanqi kuch darhallam tugaydi. Keyingi chekinadi u. Voz kechidi vaqtda. Shu vaqtda o'zining qig'indan u qadar pishman qilsa-mu, amal yo'q. Buning misolini Alloh subhanahu va taolo bizga Odam alayhisolamning ikki o'g'lining voqealigini bayon qilib berdi. Ilgari darsda dedik buni. Kim bilan kimning masalasi? Hobil bilan Qobilning masalasi. Qobil özünün işinin akmağanlığı, yani qurbanlığının, qubulunmağanlığını Habil'den gördü. Halbuki Habil'nin nima alaqısı var? Qurbanlığını qubul qılıdığan, qınmaydığını Allah qubul qılıdığan tusa. O Qabil'nin qurbanlığının qubul qılınmağanlığı bilen Habil'nin nima cinayeti var? Şu vaqtida Habil qana qılıdı? Özünü bayan qılıdı olmasa. Yani mening nima işim? Allah qubul qılıdı mesela innama yetaqabbalullahu. Yani ayetning Sura Maide'nin 27. ayeti. Ayet vetlu aleyhim nebe ebni Adem'e bil haqq. Ma şekilde başlanıdı. Ulağa Adem Aleyhisselam'ın ki iki oğlunun vakalikini bayan qilib bering. İz qarraba qurbanan. Bula bir qurbanlık qilib bir yaxshi ish qildi, ibodat qildi degan gapim. Ibodat masalasi bu. Fatuqbila min ahadihima. Birisidan qabul qilindi va lam yutaqabbal min al-akhar. Yani birisidan qabul qilinmadi. Qabul qilinmag'ini qabul qilinmasligining sababini xuddi sen degandek la aqtulannak seni o'ltiraman dedi. Yani ichidagi bir yomonlik kuch uni itadi. Qabul qilingan Habilcho nima deydi? Mening nima ishim? Mening nima aloqam? Innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Allah muttaqillarni qabul qiladi. Muttaqil ol. Ishni ixlos bilan qil, Allah qabul qiladi. Sen benim müştüpeyledin günahsız bir şekilde öldüğü kol sunsan la inbasatta ileyli yedeke li taqtulani ama men kol sunmayım. Men öldürmeyim azından. Ben Allah'tan korkum ben degen şekilde. Ama besixmedi. Qabil besixmedi. Qabilning içindeki yamanlık güç bunu he dep aldığı qana qildi, ilgirletdi. Öldürdü. Öldürgendin killan darhol tutma qilishga başladı. Dedi ki fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Yani bunu şunun kalbideki heliqi heves, şeytani güç, yamanlık güçe öldürüşke bunu. Kızık doğdu, ahir öldürdüğü apadı, öldürdü. Fe esbaha minel khasirin. Şundan qana qıldı, sen tarttı. Yani demek çoğunumuz şu qarindoshlar. Biz insanlar arasında bazıda körümüz. Bir adam bir hatalıqni ötküzüp bulab, öldürüp bulab, qıldığanını qıp bulab, üzünü tapşırdı. Mesela saqçılarga tapşırdı yoki münasebetlik taraflarga tapşırdı. Bunu uzun nima desa, mushu hozirgi holati, hozirgi kayfiyati, hozirgi tuyg'usi o'ltirishdan ilgari, jinoyat ishlashdan ilgari bo'lgan bo'lsa, u odam jinoyat ishlamaydi. Lekin jinoyat ishlashning oldida ani jinoyatga undayotgan kuch uning ko'ziga hech nimani qana qilmaydi, ko'rsatmaydi. Yani bu yerdan biz
Nima uchun bu gapni deymiz desa, ya'ni insonning ichidagi odamni jinoyat ishlashga ib boradigan kuch insonga har narsani qildirdi. İnsan agar mujlun keyniga bo'ysunib bir qitim qildi, ikki qitim qildi, bu odam va man yaksib xati'atan aw isman adam bo'ladi. Ya'ni xatolikqa cho'kib ketgan odam bo'ladi. Texmi qildirdiki, o'zining xatoligi bilan bo'ldi qilmay, boshqalarga otdi. Ya'ni o'zi bir jinoyatni qildi, jinoyatdan qochdiqanga amal topamagan vaqtda boshqalarning oldida u xil shaklda o'rtaga chiqib qolishni xohlamagan vaqtda boshqalarning ustiga otib o'tadi. Mana buning o'zi jinoyat ustiga jinoyat, qat-qat jinoyat, ya'ni biz murakkab jinoyat deymiz. Jinoyat ustiga jinoyat bu. Alloh subhanahu va taolo bu yerda buni buhton shaklda ifodalayotdi. Ya'ni buning qarab bir narsa digilonmog'idek darajada qop-qora ish bu. Va ig'ir bir jinoyat bu. Mana bir jinoyatni zo'lab ustiga qana qilib olgan bo'ladi, elib olgan bo'ladi. Mushu vaqalikka qarab boqaylik, mushu oyatning tushunishiga sabab bo'lgan vaqalikka. Qarindoshlar. Ya'ni Tu'ma ibn Ubayriq bir savotdan birini o'g'irladi. Ya'ni biz ilgari darasida dedik, o azroq mushaqda. Bu odamning shu kishilar orasida biroz ashtaroq bir nomi bo'lsa kerak. O'zidan o'ziga bir xil xudik sirdi bu kerak. Bu o'g'irlagan narsasini bir Yahudining uyining qishda qolib qo'ydi. Ama bu kutilmagandek bu o'g'irlagan narsada bir unva, bu jang kiyimi o'g'achqa bir un yo'qib qolganda buni o'zining uyiga akilish, Yahudining uyining qishiga opirish jarayonida yo'lda iz qoladi. Shundan kishilar buni izlab kelib, yo'q, menda yo'q deb bu qasam qilib, ondan unning keynidan izlab, haliqi iz qo'g'lab Yahudining qishiga boradi. Yahudi men o'g'irlamadim. Uni palani o'g'irliqlik. Chunki mushgapning hammasidan bu odamning shu vaqtda azroq bu ishlar bilan ma'ruf bo'lgan odam ekanligini his qiladi. Ya'ni bu odam bu xil jinoyatga uzundan bir qanaqlatgan, petayotgan birisi. Jinoyatga patgan birisi. Mush shaklda. Ya'ni buni o'g'irlikni qilib bo'lib, uzundan bir qilayotgan yoki ma'ruf bo'lgan deganimiz nima ifodalaymoq desa, bu odam bu xil jinoyatga patgan bir odam. Ya'ni normalda bu odamning alaqi qalbidagi yomonlik kuchi bu odamning ustini g'alaba qilgan bir odam. Bu odam buninglik bilan bo'ldi qilmay, buni mayli u Yahudi olsun, mayli u g'ayrimusulmon bo'lsin, bu yerdagi masala musulmonlik, g'ayrimusulmonlik masalasi emas, haq nohaqlik masalasi boshqalarning ustiga otib qo'yganning o'zi jinoyatni bu odamning ustiga haydayotgan yana bir kuch bor. Jinoyat ustiga jinoyat. Asli bir odam qanchalik ig'ir jinoyat qilib kelsin, ashadlan tursa, ashadlan to'xtasa, tövbe qilsa, gunohini tunisa, keyniga chekinsa, tövbening ishiga deganimizdek har vaqt uchuq. Ama yani ilgirlagan bir shaklda o'tkazgan jinoyatning ustiga bir jinoyat o'tkazib, texmi cho'nqirilgan shaklda boshqalarga qana qilish, buni chaplash, oyat dilgandek buhtan va ism mubin. Qop-qora bir tuhmat va op-oshkora bir nima gunoh bu. Hammalar bilamiz, Alloh subhanahu va taolo bu masalada Payg'ambar alayhisolatu vasallamga va mu'minlarga o'z fazlidan ajoyib rahmat qildi. Chunki bu kishininki tuqqanlari deb turaylik, yoki jamiyati yoki qabilasi Rasulullohning qishig'iga kelib, Rasulullohni azdamoqchi bo'lishdi. Nauzubillah, Rasululloh azmaydi Allohning fazli marhamati bilan. Rasulullohdan bu masalani boshqacharoq hal qilishni talab qildi. Jinoyatkor bo'lsa-mu, hiliqa odamni oqlashni talab qildi. Yahudi bo'lgandan keyin, musulmon bo'lmagandan keyin uning ustiga otib o'tishni talab qildi. Ammo Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhisolamni qaysi vazifa bilan o'tgandi? Kishilar orasida adolatlan vazifa, hukm chiqarish vazifasidan o'tgandi. Bu kishilar mayli musulmon bo'lsin yoki kofir bo'lsin, ma musulmon, ma kofir demasdan, ma musulmon de, ma ahli kitob ti demasdan adl adolatlan biz del istavatgan Allah irade qilgan bir davlat hukmi bu. Bir davlat öz ostidagi fuqarolarni, uning millatini arimasdan, uning dinini arimasdan, bir nuqtaga diqqat qilinglar, millat va dinni arimasdan o'zi qonunlarda adl adolat bilan bab-barobar shaklda muomala qilish Alloh subhanahu va taolo
bizden talep kılıvatkan dölen. Peygamber aleyhisselam'a del şu hükümünü çöküzdü. Resulullah şu şekilde kana kıldı, hüküm çıkardı. Resulullah bu hadiside ve bu hadisiki münasebetlik ayetlerden şunda bir imani uzuktan birini aldı. İmani körsetmeden birini aldı. Anlakin kim bir hadis yüz verdi? Manından kim bir hadis yüz verdi? Yani bu şu mahzumiyelik bir ayal, mavakalikten kim ayrı bir vakalik uğurluk kıldı. Cahiliyetten kapkakan bir mecaz yani okşaşlar. Cahiliyet vaxtida kişilerin kişideki yüzlük, avroyluk, cemiyette ornu var kişiler hatalık ötküzüp kalsa onu yögütüdüğün, cinayet ötküzüp kalsa onun ceza vermeydiğin ama cemiyette ornu yok. Bir kişilik adattaki, sıradaki kişiler cinayet ötküzüp kalsa onu vayga yetkizip cezalaydiğin bir kıldık, cahiliyet kıldıkları vardı. İnsanlar da şu bağımdı tabiiydi. Ma ayal cinayet ötküzgenden kiyin bu ayalının kabiliyetlikler Resulullah'ın kaşığı geldi de. Resulullah'ın kaşığı gelip ma ayalının meselesini bir yögeç hakkında bir meslehetleşti bula öz içinde. Pilallaştı bula. Şunu olan Resulullah'ın kaşığı gelip bu hakta paran kılışka bir vekil izledi bula. Resulullah'a kim en yakın Huda hazır mı? Tunuş biliş var mıken deyimiz o bir işini bicirir işte. Aynı tabiiyet yani. Kim en yakın? Usame ibn Zeyd en yakın. Usame ibn Zeyd Peygamber aleyhisselam'ın kaşığa buluğu vekil olup ya Resulullah bunun bir qana qılsaq, bir şafaat qılsaq, bunun bir yol qoysak, bir keçirim qılsaq degende kelip qalgandan keyin Resulullah Usame'ga nayt qattiq tegdi bu yerda. Deydi ki Allah'ның had hududlaridan, Allah'ның ahkamlaridan, qonunlaridan bir qonunda sen şafaat qilmoqchisan. Resulullah'ның mağib bek ig'ir. Ondan keyin Resulullah chiqib kishilarning orasida xutbani o'qib manda so'zlaydi. İlgirki ümmet nimiş halak olgan? İlgirki ümmetin halak oluşu arasında yüzlük, avroyluk birisi yaman iş qilib qalsa onu qo'yib qo'ydi. O'g'irlik qilib qalsa onu qo'yib qo'ydi. Ama aciz odatdagi odam o'g'irlik qilsa, uning jazo to'g'izatdi. Alloh bilan qasamki, agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilib qalsa, Muhammad aş kızının qo'lini kesdi. Yani bugünkü ifadelerle desek, bugün gerçi ameliyatda adalet bo'lmasa mu? Qonunning oldida hammadan barobar deydigan bir da'vo var ya. Asli bu islomning da'vosi emas, amaliyati shu. Qonunning oldida, Allohning hukmlarining oldida, jazoning oldida hamma odam o'xshash. Rasulullahning ig'zidan chiqqan bo'yincha desak, hatto Rasulullahning qiz degan insonga eng suyumli narsa. İnsan chidamaydi qizga. Ashta bir xatolik qochib qolsa, ashta bir jazoga loyiq bo'lib qolgan vaqtda ikkilanmasdan ijro qiladigan prinsip Rasululloh shu vaqtda o'z ig'zi bilan boshqalarga bildirgan islomningki haqiqiy shaklda o'tirib qo'yilgan bir prinsip qarindoshlar. Shunga Allah subhanahu va taolo Rasulullohni shu vaqtida o'sha kishilarning qishig'i kelib, "Voy bizga shafaat qilsizlar, mening shafaat qilsizlar, men musulmon bo'lgandan keyin oningga atu tayli" yoki makinki vaqada Usame ibn Zeydni o'rtaga vasita selib, "Mening bir shafaat qilsak, buning o'g'irlikni tushirib qolsak" degandek gaplarni Rasululloh mustahkam turib Allohning hukmini ijro qildi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning Rasulullohni xatolashdan saqlab qolganligi, Rasululloh qilgan fazli marhamatiki 113-oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamga buni eslatib tavotidi. "Va laula fadlullohi alayka va rahmatuhu" agar Allah'ın sana fazla merhameti, rahmeti bo'lmasaydi, ulardan bir bölük kişiler seni azdurmakçı buludu. Yani onu qilib bunu qilib bizlarga hozirgi bizchilikda, Uyg'urchilikda tanglik kesilish deymiz ya. Ashta qilmoqchi buludu bular. Va ma yudilluna illa anfusahum. Amaliyotda buning zarari o'ziga. Azdurduğunu o'zini azdurdu. Va ma yadurrunaka min shay. Ular sana hech qanday zarar yetkazmaydi. Alloh subhanahu va taolo sana Qur'oni Karim bo'lgan kitobni tushadi va hadis Rasulullahdan iborat hikmatlarni tushadi. Sen burun bilmagan ma'lumotlarni, bilimlarni sana bildirdi. Allohning sana qilgan fazli marhamati haqiqatan nimitda buyukdi. Oyatda bir bölük kişiler seni azdurmakçı buluşudu. Azdursunu oylaşıdı degine eminiyette Resulullah'ını kelib azduranmaydı ama Resulullah'a aşta işlerini qana qılıdı. Arıç qo'yish orqali yoki talab qilish orqali tanglik tuquydi. Resulullah'a manda qilsak yaxshi bo'ldi, anda qilsak yaxshi bo'ldi degandek masalalarni qana ko'rsatdi, chiroyli ko'rsatdi.
Ama Allah subhanahu wa ta'ala öz peygamberini bularning azdırışdan saqlab qoldi va paygamberiga bilmagan ma'lumotlarni, bilmagan bilimlarni qana qildi, bildirdi. Ama bu yerdagi Rasulullahni azdurmoqchi bo'lishgan kishilar biz ilgari darsdami deb o'tdik, bu darsdami ma'lum darajada deb o'tdik. Haliqi Tu'ma ibn Ubayriqningki qabilistikilar jamiyatidagilar Rasulullohning qishig'iga shafaat qilishni talab keldi-ya. Shu. Agar maazallah unda ish bo'lmaydi, farzan bitaqdir Rasululloh shularning gipiga kirsa yoki kimki ayolning masalasida Rasululloh shularning gipiga kirsa, nima ish olmoqchi edi? Bu yerda bak ig'ir bir masala chiqadi. Qanday masala chiqadi? Bir jinoyatchi aqllanib o'rtaga chiqadi, pak odamdan birisi qarlinib ketadi. Buningdan ig'ir bir masala bor. Qanday masala bor? Heli qadam jinoyatchi aqlanganga qo'shilib bundan davomli masalan musulmonni aqlab qoldik deyli. Unda bo'lmaydi, qat'iy islom uning yo'l qo'ymaydi. Ama insonchilikda bizning ba'zi tafakkurlarimizda musulmon bo'lgandan keyin bir musulmonni saqlab qoldik. Mayli yahudi bo'lgandan keyin musulmon bo'lmagandan keyin ustiga otib o'tdik deb o'ylayli. Ashta qilgan bo'layli ma'qul, oqibat natijasi nima chiqadi desa, atalmış musulmon kallasida o'ylaydi-ki, men aqllanib qoldim, men yaxshilik qilib qutib qoldim demaydi. Nima deydi? Bu odamning mahorat tayinlik. İslam, adalet, haqiqat deb yuradi. Ashta aqlda emasmi? O keyniga chekinishi mumkin vaqtda. Uning kallasida islomning haqiqatda shubhi o'rniga tushishi mumkin. Endi heliqi yahudiychi uning kallasiga tushishi aniq bir masala. Nimishqa u deydi-ki, men oq tusam, amaliyat oq. U qilmagan, u o'g'irlamagan. Menga bular qarchaplab, tuhmat chalab ustimga otibdi. Qo'ya bularni. Bularning dini haq emas. Demak, bu yerda aqlangan kishining kallasidami islom shakning o'rniga tushadi. Islom haqiqatini yo'qotadi, islom adolatini yo'qotadi. Haliqi qarlinib ketgan kishining kallasidami tabiiy qanday qiladi, yo'qotadi. Alloh subhanahu va taolo o'z payg'ambariga marhamat qilish, o'z payg'ambariga fazli ato qilish orqali Rasulullohni qutqizib qoldi va bizni qutqizib qoldi. Biz mu'minlarni qanday qilib qoldi, qutqizib qoldi qarindoshlar. Shunga bu oyatda alayda bu ahvolni qanday qildi? Payg'ambar alayhisolamga qilgan yaxshilik sifatida tilga oldi. Va dediki oxirisida bu yerda masala Allohning qonun masalasi, hukm masalasi, shaxsiy, yani bizga nisbatan adam muhim emas. Bizga nisbatan tutmangan yo'l, prinsip muhim. Mushu nuqtadan Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'oni Karimni tushadi. Qur'oni Karimninki tushish umumiy ahvoli qaragan vaqtida, mushu voqealiklarning oldi-keyingi qaragan vaqtimizda Qur'on har masala yuz beradi, yoki yuz berishning oldida, yoki yuz berishdan keyin, qachon musulmonlar bir hükümge ihtiyaclı qo'ygan vaqtida, bir yo'l topolmay ko'z oldida qorong'ulashgan vaqtida, mayli payg'ambar alayhisalom bo'lsin, boshqa musulmonlar bo'lsin, chunki voqea yuz bergan vaqtda sahobalar Rasululloh qaraydi, chunki payg'ambar alayhisalom uning bir chiqish yo'li topmasa olmaydi, payg'ambar o'lib bilan. Ammo vahiysiz bir narsa demaydi Rasululloh. Nim desa Rasululloh vahiy bilan deydi. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Mashta bir ahvol ostida bir oyat tushdi. Bu xuddaligi qattiq eşir qilgan yerga kelgan bir nimidek ehtiyojli qolgan vaqtida, yo'l topolmayotgan vaqtida oldimizga yongan bir nur, bir chiroq bo'ladi. Shuning bilan musulmonlarning qalbimi taskin topadi, Rasulullohning qalbimi nima topadi? Taskin topadi. Bu ahvolni Qur'oni Karim shuna tasvirlaydi. Ilgiriki kitoblarga o'xshamaydigan bir tarafi Qur'onning, hatto buni ko'parilib tilga olgan laula nuzila alayhi al-Qur'an jumlatan wahida. Qur'on bir raqam tushsamamda desa, Qur'oni Karimda buningga javob berib kadalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Biz sening qalbingni qana qilish uchun, mustahkamlash uchun, seni masalalarda sabit. Chunki har masala chiqdi, buning bir javob keldi. Bu shunda bir bizga ma'no berdi-ki, her mesele yüz berse bundan keyin bunun cevabı hemen Qur'oni Karim orqali qanday qiladi keladi. Vahiy boshlangan vaqtdan tortib ta Rasululloh vafot topgan qadar Qur'oni Karimning payg'ambar alayhisolatu vasallamga shu shaklda, mush shaklda bo'lgan. Rasululloh qachon bir ishga ehtiyojlik yoki bir ishga duch keldi, ehtiyojlik deganimiz Rasululloh yoki musulmonlar bir ishga ehtiyojini his qildi, so'midi, bir ish yuz bermadi, hemen oyat tushdi.
yoki bir ishga duch keldi, bundan bir savol o'rtaga qo'yildi yoki bir hal qilishga tegishli masala chiqdi, hemen payg'ambar alayhisolatu vasallamga qanday qiladi? Oyat tushadi. Mana Rasulullahninki vahiy tushish jarayonini 5 tunji dastlabki davrlarini Xadija radhiyallohu anhaninki qilgan tasvirlaridan tortib Rasululloh vahiy kelgan vaqtdagi Rasulullah'dagi o'zgarishlar, keyingi Oysha radhiyallohu anhaninki Rasulullohga vahiy kelish jarayonini tasvirlagan, masalan, farishta holatda kelsa, Rasulullohga nihoyat ig'ir kelganligi, Rasulullohni hozirlash uchun xuddi qo'ng'iroqning ovoziga o'xshash ovoz chiqadiganligi, qish kunlarda talab ketadiganligi, Rasulullohning ostida agar bir uloq bo'lib qolsa, ko'tarilmasdan yetib qoldiganligi din tortib, keyingi Rasulullohga biroz ig'ir kelgan vaqtda vahiyni uzib qo'yish orqali Rasulullohni sig'indirish ahvollari qandaq bir maslik yo'liqsa, darhallan buning javobi "Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq va ahsana tafsira." Mushriklar uni ko'tarib akiladi, buni ko'tarib akiladi. U gapni deydi, bu savolni so'raydi. Buningga Qur'oni Karimninki shu vaqtning o'zida, ya'ni xulosa demoqchi o'g'lim shuki, payg'ambar alayhisalom musulmonlar Qur'oni Karimdan biror ma'lumotga, biror javobga, biror tadbir choraga ehtiyojli bo'lgan hamon Qur'oni Karim bu ishni tushib qanday qilyotdi, hal qilyotdi. Mana buning o'zi bizning bayatdan o'qigan oyatdagi va anzalna alaykal kitaba wal hikma va allamaka ma lam takun ta'lam. Allah sana kitobni tushadi ve hikmetini tushadi deb bo'lib, sen bilmagan narsalaringni Allah sana bildirdi. Yani Rasululloh o'qimaydi. Allah vahiy orqali her ishlarda Rasulullohga o'g'itish orqali, her ishlarda yo'l ko'rsatish orqali Rasulullohga o'rgatdi. Mushahadasimiz shu. Endi bu oyatdagi sana kitobni tushadi, hikmatni tushadiki, kitobdan maqsad Qur'on maqsad, hikmatdan maqsad payg'ambar alayhisolamninki hadisi maqsad. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ilgirgi payg'ambarlarga o'xshamaydigan bir taraf. Ilgirgi payg'ambarlar kitob orqali hukm qilsa, payg'ambar alayhisolamga Qur'on bilan hukm qilishdan boshqa, ya'ni Qur'onda yo'q hukmlarni o'zining chiqarish huquqi berilgan. Buning ismi biz hozir qadar anglayotgan hadis. Nurg'un masalalar Qur'on orqali hal qilinadi va yana nurg'un masalalar hadis orqali hal qilinadi. Oyatda hadis hikmat iborasi bilan ifodalandi. Payg'ambar alayhisolamga berilgan bu huquqning dalili Surah Hashrning 7-oyatidagi "Va ma atakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasululloh ep kelgan tutinglar, to'sqandan qana qilinglar, yeninglar. Ya'ni bu yerdagi Rasululloh ep kelgan to'sqin hammasi Qur'ondan boshqa hadisni ko'rsatadi. Undan boshqa, yani Surah Ahzabning 34-oyatida mana bir ifoda qo'llanilgan. "Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma." Rasulullohning ayollariga xitob qilib, uyanglarda tilovat qilinayotgan Allohning oyatini aslanglar deb qilib, "Val hikma." Hikmat, ya'ni Rasululloh oyatdan boshqa hadis orqali tashri', ahkam, qonun, prinsip yo'lga qo'yish huquqi Rasulullohga berilgan. Buning misoli intayin ko'p. Qur'oni Karimda namoz o'qu deydi, ammo uning bomdodning 2 rakat, peshinning 4 rakat, asrning 4 rakat, shamning 3 rakat va o'qish shakllari, hayatlari Qur'onda yo'q. Buni Rasululloh hadis orqali bayon qiladi. Qur'onda haj qil deydi, haj qilishning tafsiliy ahvoli, tafsiliy jarayoni payg'ambar alayhisolamninki haj qilish jarayonidan ilinadi. Qur'onda zakot va deydi, buning zakotning miqdori, tafsiliy ahvollari Rasulullohning hadislaridan bayon. Bularning hammasi qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamga o'rgatgan Rasululloh ilgari bilmaydigan bilimlar, ma'lumotlar. Buni bayatdan oyatda Allah subhanahu va taolo va allamaka ma lam takun ta'lam degan ifodasi bilan qana qildi. Payg'ambar alayhisolamga alohida eslatdi. Ya'ni bu shu demakki, va kana fadlullohi alayka azima. Allohning sana qilgan fazli marhamati buyuk ifodasini yuqorqi ahvollarni eslaganimizda qana qila olamiz, mulohiza qila olamiz qarindoshlar. Yani Allah
Peygamber aleyhisselam'a fazla merhamet kıldı. Şu arkalık Resulullah'ın hatalı işten sakıldı. Onun için biz ümmetki fazla merhamet kıldı ki bizle hatalı işten sakıldı. Yani bizge adil olan, hakikat asasında dik durduğun bir İslam prensipini bizge kaldırdı, bizge üyetti. Biz İslam'ını şu şekilde kana kıldık, düşündük. Vakti nasıl öğren dersimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah kile saatlik dersimizde köşkçe hem manlarını Allah'a emanet kıldım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.